Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Deno'liklarda pul ko'p bo'lishiga mana yana bir marta iqror bo'ldim. Jo'rabek ekan Denodan keldilar, mashinani ko'rdilar. Mashinani hujjatini tayyorlab bermasimizdan turib, mashinani ajoyib qilib qo'ydilar. Elektronlik paroglarigacha ham qo'ydirib qo'ydilar. Ko'rib men o'zim hayron bo'lganman. Juda ishqiboz ekanlar. Kelib pulini to'luvdilar, xudo xolasa mana kechgacha ham dokumentini tayyorlab beryapmiz. Mashina tayyor bo'ldi. Jo'rabek aka, servisimiz haqida biroz fikringizni bildirib qo'ysangiz. O'zi butun Toshkent bo'yicha aylanib chiqdim menimcha. Hamma nimani. Faqat mana shu Abul Motorsdan kelib usloviyalari, garantiyalar uchun mana shundan oldik biz. Mana Nodir akamiz hamma hujjatlarini qilib, mana bizga yordam berdi. Mana bu navorotlarimizga ham joylarini o'zlari aytib berishib, yordam qilishdi. Ustalarga iltimos qildik, mana qo'yib taqib berishdi uje. Hujjatlari ham mana ertalab boshlagan bo'lsak, uje tayyor. Xudo xolasa inshaalloh Surxondaryoga yo'l olamiz. Inshaalloh. Qachonki Surxondaryoga borsangiz, obязательно sizni kutamiz, mehmon qilamiz. Okay, yaxshiliklarga meni tabriklayman. Mayli. Okalar, kimga shunaqa ma'lumotlar, usloviyadagi mashinalar kerak bo'lsa, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. O'sha rusifikatsiyalarini ham tayyor qilib berdik, xudo xolasa mashinani. Rusifikatsiyalar bilan tayyor qilib olib ketyaptilar. Hammaga rahmat.